Assalomu alaykum aka-ukalar. 22 avgust kunimizga shanba. Xo'p, bu mashinamizni izoterimiz sifurdan qo'yib berganmiz. Bu mashinamizga 125 lik tentimizdan qo'yib berganmiz. Xo'p, bunga qilingan ishlar, ha. Mashinamizga qilingan ishlar, ha. Orqa chiroqlarni qo'yib berganmiz. Orqa dugalarni qo'yib berganmiz bir donalik qilib. Buni duramizga keladigan ichki holatlari. O'zdan telefon chiroqlari o'chirib yoqib, tagiga birlik list qayrib berganmiz, ko'rishlar mumkin. Xo'p, bunga yana qo'shimcha yonidan eshik ochib berganmiz. Bu ham qulf kalitli bo'ladi. Yon qismidan ham eshiklarni ochib berganmiz. Обязательно nijavekalardan foydalanamiz, ko'rishlar mumkin. Xo'p, bu mashinamizga keladigan bo'lsak, 125 lik tentimizdan qo'yib berganmiz. Bugungi kunda 3-mashinamiz, xudo xolasa. Hali endi bitta chiqardik, bundan oldin ham yana bitta ekosini chiqaryapmiz. Xo'p, bunimiz 125 ligimiz. Poldan patalogigacha 1,5 qoladi buning ichi. 700 grammlik tent bo'ladi. Tentimiz qarangligida baho berib qo'yasizlar. Shunga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Marg'ilonda, chiroyli sifatli qilishni ham qilib beramiz. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsak, bu tarafimiz stansiyadan kelish. Xo'p, ya'ni Tirizi bozoridan kelish bo'ladi. Bu tarafimiz keladigan bo'lsa, Kirgili Prezdan kelish bo'ladi. U ro'paramizda bochkalar sotadi. Aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli sifatli qilib bir kunda ishlaymiz, bitkazib beramiz.